Yana adliya brifingi ma'lum oila, mahalla, tuman va hudud tamoyili asosida. Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Sayxunobod tuman adliya bo'limi tomonidan 2025-yilda birinchi choragi davomida bir qator ishlar amalga oshirilgan. Jumladan 2025-yilda birinchi choragi davomida adliya bo'limiga 102 ta hujjatlar kelib tushgan bo'lib, shu hujjatlar qonunda belgilangan tartibda hal qilinishi bilan birgalikda tuman tashkilotlari tomonidan ayrim hollarda jiddiy xato kamchiliklarga ham yo'l qo'yilgan. Ushbu kamchiliklarga yo'l qo'yilgan kamchiliklar natijasida 10 ta ta'sir choralari kiritilgan. Kiritilgan ta'sir choralari natijasida 10 ta taqdimnoma, bir nafar mas'ul xodimga nisbatan taqdimnoma ijrosini ta'minlamaganligi uchun sudlarga ma'muriy bayonnoma taqdim etilib, sud tomonidan ma'muriy jazoga tortilgan. Shuningdek, adliya bo'limi tomonidan kiritilgan taqdimnomalar natijasida 2 milliard 174 million so'mdan ortiq 1104 nafar xodimlarga ish haqlari ustamalari va boshqa to'lovlar to'lab berildi. Bo'limga 2025-yil birinchi chorak davomida jismoniy va yuridik shaxslardan jami 3685 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 2657 tasi qanoatlantirilgan, qolgan 1028 tasiga huquqiy tushuntirishlar berilgan. Bo'lim tomonidan fuqaro va xodimlar manfaatlarini himoya qilib sudlar orqali jami 3 ta da'vo arizalari kiritilgan. Shundan 2 tasi fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlar sudiga 111 million 105 ming so'mdan ortiq summaga nisbatan da'vo ariza kiritilgan. Xodim manfaatida shundan undirish belgilangan 42 million so'mdan ortiq summaga belgilab berilgan. Bundan tashqari bitta da'vo arizasi iqtisodiy sudlarga kiritilgan. Shuningdek, bo'lim tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar natijasida jami 704 ta qonun buzish holatlari aniqlangan. Ijtimoiy iqtisodiy sohada huquqni qo'llash amaliyotini o'rganish sohasida 362 ta, inson huquqlarini himoya qilish sohasida 332 ta, davlat xizmatlari sohasida 20 tani tashkil etib, aniqlangan kamchilik uchun turli xildagi ta'sir choralari qo'llanilgan. Bundan tashqari, FHDYO yo'nalishida tuman adliya bo'limi tomonidan 356 ta tug'ilish, 32 ta nikoh, shuningdek 15 ta shar'iy nikohlar qayd etilgan. Shar'iy nikoh asosida yashaganlar. Ajrimlar 18 ta, o'lim holatini qayd etish 86 ta qayd etilgan. Tug'ilganlik haqidagi takroriy guvohnomalar berishda 37 marotaba berilgan. Farzandlikka olish 1 marotaba, 26 ta dalolatnoma yozuvlariga o'zgartirish kiritilish harakatlari amalga oshirib kelingan. Undan tashqari davlat xizmatlari markazlari tomonidan 2025-yilning birinchi choragi davomida 11689 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, 3678 tasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali kelib tushgan. Shundan 8262 tasi o'zi kelib murojaat qilgan shaxslar hisoblanadi. 6548 ta murojaatlar ijobiy hal qilingan, 1714 tasi rad etilgan murojaatlar hisoblanadi. Shundan tadbirkorlik subyektlarini ro'yxatdan o'tkazishda 151 ta tashkil etadi. 80 tasi qayta ro'yxatdan o'tkazilgan, 151 ta yuridik shaxslar sonidan 69 tani tashkil etadi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar soni esa 82 tani tashkil etib keladi. Davlat xizmatlari markazlari tomonidan 2025-yilning birinchi choragi davomida 856 dan ortiq sayyor davlat xizmatlari ko'rsatilgan. Yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyati davomida xodimlarga qonunchilik hujjatlarida muvofiq 70 dan ortiq davlat tashkilotlariga xizmatlar ko'rsatilib, 8448 ta hujjatlar, ya'ni buyruq, shartnoma va boshqa hujjatlar ko'rib chiqilib, bunda 714 tasiga rad etilgan, 143 tasi salbiy xulosa berilgan, 7586 tasiga ijobiy xulosalar berilgan hisoblanadi. Bo'lim tomonidan kelib tushgan 475 ta normativ huquqiy hujjatlar tumandagi 70 ta tashkilotlarga Telegram ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam ravishda Telegram kanallariga yetkazish yo'lga qo'yilgan.
Adliya bo'limi tomonidan 2025-yilning 1-choraги davomida ommaviy axborot vositalari orqali 2802 ta huquqiy targ'ibot tadbirlari tashkil etilgan. Bunda ommaviy axborot vositalari orqali 224 tani, og'zaki huquqiy targ'ibotlar soni 1937 tani, shundan mahallalar kesimida 334 tani, ta'lim muassasalarida 373 tani, mehnat jamoalarida 356 tani va boshqa joylarda 774 tani tashkil etadi. Ko'rgazmali huquqiy targ'ibotlar soni esa 119 tani tashkil etib, tarqatma materiallarimiz soni esa 2725 tani tashkil etib keladi. Fuqarolarga uyma-uy yurish, manzilli targ'ibotlar tadbirlari o'tkazishda 175 tani tashkil etgan. Shuningdek, Sayxunobod tuman adliya bo'limi tomonidan 2025-yilning 1-choragi davomida tasdiqlangan reja grafiklarimizga asosan shu kunga qadar tuman hududida joylashgan 19 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida jami 12 tadan ortiq adliya kuni tadbirlari o'tkazilib, barcha mahallalar qamrab olinmoqda va shu kunga qadar davom ettirib ham kelinmoqda. Undan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 25-mayda qabul qilingan ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risidagi PF 80 son farmoni ijrosi qabul qilingan bo'lib, farmon ijrosi yuzasidan bir qator ishlar ham amalga oshirib kelinmoqda. Farmonda mahalla yettiligi bilan hamkorlikdagi asosiy yo'nalishlar ham ko'rsatib o'tilgan. Bunda ma'muriy islohotlar doirasida farmon talablaridan asosida adliya tizimi xodimlarining asosiy vazifalaridan biri etib belgilangan. Bunda mahalla yettiligi bilan hamkorlikda joylarda aniqlangan tizimli muammolarni bartaraf etishga qaratilgan qonunchilik hujjatlari loyihalarini ishlab chiqish, aholining kundalik hayotida uchraydigan huquqiy muammolarni aniqlash, ularni tahlil qilish va bartaraf etish bo'yicha amaliy choralar ko'rib boriladi. Fuqarolarga bepul birlamchi yuridik yordam ko'rsatish tizimini ham yo'lga qo'yish va muvofiqlashtirish borish ko'rsatib o'tilgan. Davlat organlari va tashkilotlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari hamda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarida yagona huquqni qo'llash amaliyotini shakllantirishda ularga metodik yordam ko'rsatib ham kelinmoqda. Farmon talablaridan kelib chiqib, tumanda hududidagi mavjud 19 ta mahallalarda, ya'ni Paxtakon, Turon, Olg'obos mahallalarida, xonadonlarida mavjud bo'lib, ularda uyma-uy yurish natijasida 1649 tadan ortiq xonadonlarda uyma yurish orqali 2560 dan ortiq huquqiy muammolar aniqlanib, shundan 2178 tasi qanoatlantirilgan, 318 tasi esa huquqiy tushuntirish berilgan. Qolgan 64 ta murojaatlar tegishliligi bo'yicha boshqa tashkilotlarga ijro etishligi uchun ham yuborilgan. Amalga oshirilgan ishlar natijasida tuman mahallalarida o'tkazilgan sayyor qabullar davomida fuqarolarning eng ko'p e'tirozlari kelib tushayotgan sohalar bo'yicha Davlat xizmatlari markazi xodimlari, notarius, fuqarolik holati dalolatnomalari bo'limi xodimlari tomonidan jami 856 ta sayyor xizmatlar ko'rsatilgan. Shuningdek, joylarda sektor rahbarlari bilan hamkorlikda haftaning har chorshanba kunlari huquqiy targ'ibot kuni grafiki ham tasdiqlangan. Bu grafiklarga asosan ishlar olib borilmoqda. Undan tashqari bugungi kunga qadar 2802 ta huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Undan 2725 tasida infografika, buklet va flerlar va boshqa tarqatma materiallar ham tarqatilib kelinmoqda. 19 ta mahallalarda haftaning har chorshanba kuni huquqiy targ'ibot o'tkazilib, 93 ta bepul birlamchi yuridik yordamlar ko'rsatildi. Shundan 5 ta temir daftar bo'yicha, 8 ta ayollar daftari bo'yicha, 23 ta yoshlar daftari bo'yicha, 31 ta esa ijtimoiy yagona reyestri hamda 26 ta boshqa fuqarolar ham huquqiy yordamlar ko'rsatib kelindi. Farmon doirasida aniqlangan huquqiy muammolarni tahlil qilinganda bugungi kunga qadar 2560 ta huquqiy muammolar aniqlangan bo'lib, shundan jumladan merosga oid masalalar bo'yicha 3 ta muammolar tegishliligi bo'yicha xususiy notariuslarga yo'naltirilgan. Uy-joy hujjatlarini rasmiylashtirish bo'yicha 2 ta, yuridik faktni belgilash bo'yicha 1 ta,
nikohni bekor qilishni rasmiylashtirish yuzasidan bitta, ish haqqi va mehnat munosabatlariga oid 1104 ta, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomalar berish 16 ta, soliq masalalari bo'yicha 2 marotaba, davlat xizmatlari ko'rsatish sohasida 75 ta, pensiya tayinlash va boshqa masalalar bo'yicha 146 ta hujjatlar kelib tushgan. Bu hujjatlar adliya bo'limlari tomonidan ijroga qabul qilinib, tegishlicha ijrolari hal qilingan. Ba'zi birlari ijrosi adliya bo'limlariga tegishli bo'lmagan ijrolar esa tegishli tashkilotlarga ijro qilishlik uchun yuborilgan. Sayxunobod tumanida 19 ta mahallalar mavjudligi, 4 ta sektor biriktirilganligi, Guliston mahallasida 4-sektorga biriktirilgan bo'lib, Guliston mahallasida va O'rikzor mahallasida 334 nafar 7 toifadagi yoshlar ham adliya bo'limlariga biriktirib kelingan. Og'ir toifadagi yoshlar, jinoyatchilikka moyil yoshlar, ishsiz yoshlar, migratsiyadan qaytgan yoshlar, maktab o'quvchilari, kasb-hunar maktabi o'quvchilari, oliy ta'lim muassasalari talabalari ham biriktirilgan. Ushbu masalalar bo'yicha tuman adliya bo'limi tomonidan muntazam ishlar olib borilgan. Har bir yosh bilan alohida uchrashib, ular bo'yicha da'vatnomalar tuzilgan, ularning huquqiy muammolari aniqlangan, muammolari hal qilish masalalari ko'rib chiqilgan. Sayxunobod tuman adliya bo'limi tomonidan 2025-yilning 1-choragi davomida amalga oshirgan ishlarimiz xususasidan brifingda hisobot berdim. E'tiborlaringiz uchun rahmat.